Assalomu alaykum aziz obunachilar. Videoni mana bugun natijali patologiyada artilish jarayonlarini ko'rsataman. Mana ishimiz bitkazilgan joyi. Ya'ni chayni esa qanaqa qilib ataman buni chayni hisob turaveradimi deganlarga yo'q, buni artsa bo'laveradi. Bemalol mana shunaqa xullas chiroqlarga o'xshagan narsa patologiya ataydigan. Shundan bitta olasizlar. Bemalol natijali patologiya mana shu holatda artsa bo'laveradi. Hech qanaqa muammo emas mana. Bemalol. Umuman bunga ziyon yetkazmaydi. Bemalol udobli ish qilsa bo'laveradi. Kimga shunaqa xizmatlar kelsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Ishlaringizni chiroyli, sifatli qilib beramiz. O'zimiz xullas ustamiz, ham o'zimiz qo'yib beramiz, ham yo'g'ini bitkazib ketamiz. Diodlarigacha qo'yib beramiz. Mana o'zlaringiz baholayinglar. Unda ishimizga lyustralarni chiroyli qilib beramiz. Mehnatimizni qadrlagan holatda bir dona like bosib, podpishka qilib qo'ysalaring, xudo xolasa bundan keyin yana ham chiroyli videolar chiqarib, yana yaxshi narsalar qo'yishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.